Assalomu alaykum hurmatli obunachilar. Yaxshimisizlar? Sihat salomatmisizlar? Bugungi obzorimizda bunaqa 5 qavatli panelli domni 2-qavatdan 2 xonali xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Manzil qayerda deb so'rasangiz, manzil Buxoro shahar 5-mikron deb kelasizlar. Aniq orientir aytadigan bo'lsak, Sakdiananing orqasida desak ham bo'ladi. Uyimiz 2 xonali plus 6 metrlik balkon bilan umumiy maydoni 65-70 metr kvadrat chiqib bo'ladi, xudo xolasa. Eng asosiysi narxi ham uchun narx qiziq. Uyimizning narxini xudo xolasa 36.800 AQSh dollari baholaymiz. To'g'ri aytdimmi? Hurmatli egalari ham ishonmaysa tortishib shu narxga kelishdik. Aynan ko'rsatadigan uyimizni ikkilamchi kredit asosida ham xarid qilishlari mumkin. Nasib bo'lsa inshaalloh kelinglar. Ozgina zazorchasi bor. Uyimiz o't idor remont qilingan. Remontdan keyin hali hech kim yashamagan ekan. Arzon video kanalini kuzatishda davom eting. Ayamasdan jigarjon like va obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Hurmatli obunachilar, nasib bo'lsa kvartiramizni ichki obzorini boshlaymiz. 5-uylarni yaxshiligi har doimgidek bilasizlar. Vysokopatologichniy bo'ladi и alohida xonalar bo'ladi. Tualet vannasi ham alohida bo'lgan, hurmatli uy egalari tualet bilan vannani bitta qilib qo'shib qo'ygan ekanlar. Buni ham alohida qilib olish imkoniyatiga egasizlar. Ana bu spalniy qismimiz. Hamma jihozlar qoladi, o'yinlar 2 qavatli akoplas romlari qo'yilgan, isish tizimi bilan markaz bo'ladi. Nima ishlar bo'lib yopishtiribdilar. Xo'p, keyin tashqi eshikdan bitta ko'rsatib o'tasiz Ilhomjon, tashqi eshiklari ham zamonaviyga almashtirib qo'yibdilar. Ana bu joyda sanzor qismi. Ko'ryapsizmi, sanzor devorni olib tashlab, alohida qo'yish imkoniyatiga egasizlar. Ana bu joyda gipsokardon qilingan ekan. Bemalol buzib tashlasa bo'ladi. Ana bu joyda zalimiz. Zalimiz ham chiroyli aboylar yopishtirilgan, pardalar qo'yilgan, radiatorlar mavjud ekan. Xudo xolasa 36.800 AQSh dollar baholanyapti. Uyimiz ozgina zazorchasi bor, kredit yo'qida, naqd pul farqi yo'q. Xo'p, ikkilamchi kredit uchun boshlang'ich to'lovga adashmasam bir 13 mingchaday AQSh dollar pul kerak bo'ladi. 12 ming yoki 13 mingda. Yana bir marta agar aniq olaman desalaring, xudo xolasa kelsalaring, inshaalloh ishlarini bitirib beramiz degan umidda biz. Ana bu joyda kuxnyamiz ham ko'ryapsizlar. Kuxnyani bu yoqqa chiqargan ekanlar. 6 metrli balkonga chiqarsalar ham anchagina yaxshi bo'lib qoladi. 6 metrli balkonni o'rtasini devorini yopib qo'ygan ekanlar bu kishi. Bilmadim endi nima deb o'ylaysizlar, albatta bizlarga sizlarning fikrlaring qiziq. 36.800 AQSh dollar so'raladi. 2 xonali 2-etaj, umumiy maydon 65-70 metr kvadratdan iborat. Xonadonimiz sotuvga chiqyapti. Manzil Buxoro shahar 5-mikron Sakdiana deb kelasizlar. Uzoqdagi hurmatli hamyurtlarim, oltin boshlaring omon bo'lsin. Oilalarining baxtiga eson-omon kelishini nasib etsin, aylasin. Bugungi chislamiz 2025-yil 6-mart, ya'ni Ro'zaning 6-kuni. Ro'za Ramazon oyi hammaga muborak bo'lsin. Sizlarni yaxshi ko'ramiz. Arzon video kanalini kuzatishda davom eting. Like, obuna bo'lish esingizdan chiqmasin. Ko'rishguncha jigarjon. Nasib bo'lsa, bizlarni kuzatishda davom eting. Yana bitta narsa aytib o'tay, hurmatli yurtdoshlar. Shu videolarimiz bir manfaatli, savobli ish qilaylik. Shu videolarimizni yaqinlaringizga ulashib qo'yinglar. Zero bir manfaatli, savob ish qilgan bo'lasizlar. Sizlardan ketadigan narsa bittagina videoni yaqinlaringizga ulashib qo'yasizlar. Ko'rishguncha